Yuqoridagi videoda ko'rganingizdek, davlatdan oylik olib faoliyat yuritadigan Milliy gvardiya xodimlari oddiy jismoniy shaxsni qo'riqlashyapti. Bu imkonlimi degan savol sizda ham tug'ilgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysangiz, ushbu savolingizga javob berishga harakat qilaman. O'zbekiston Respublikasi like bosmadingiz. Xo'p, mayli. O'zbekiston Respublikasining qo'riqlash faoliyati to'g'risidagi qonunning 3-moddasiga ko'ra, qo'riqlanadigan obyektlar safida binolar, inshootlar, turli xil mol-mulklar, avtotransport vositalari yoki boshqa turdagi ashyolar, shuningdek, obyekt sifatida jismoniy shaxslar ham bo'lishi mumkinligi sanab o'tilgan. Va O'zbekiston Respublikasi hududida qo'riqlash xizmatini amalga oshirish O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi va uning hududiy bo'linmalarining mutlaq vakolati hisoblanadi. Ya'ni chet el davlatidan yoki bo'lmasam xususiy tartibdagi qo'riqlash xizmatlaridan foydalanishingiz ushbu qonun bilan taqiqlangan. Sizda ham agar Milliy gvardiya xullas sizni qo'riqlashni xohlaydigan bo'lsangiz, o'zingizni yashash hududingiz bo'yicha Milliy gvardiyaga murojaat qilishingiz mumkin va ushbu xizmat pullik asosda amalga oshiriladi. Bu videoni mana shunaqangi xizmatlardan foydalanish xohlaydigan kurtoy tanishlaringizga yuborib qo'ying. Sog' bo'ling. Yana qanaqadir savollaringiz bo'lib qoladigan bo'lsa, kommentariyada qoldirishni sizdan chiqarmang.